yangi qurib bitkazilgan foyda nima jamoani savdor sifatida Hamrohbekov boshladi. Shehzod Nasrullayev to'pni qo'ldan uzatib bermoqda. Norchayev Husayn kunlarida ehtiyot bo'lish kerak mana bu yerda. Qoyilma qolmabdi Hammom. 4-daqiqada omonlik oldi. Birinchi zarba Abduvohid Ne'matov qaytardi, lekin tura olmadi. Balki zarba ko'ramiz. Yo'q, ichkari kuzatish. Eronga qarshi o'yinlarimiz bor. Mana bu Abduvohid Ne'matov. Afsus to'pni oldirmoqdamiz. Kerakmi? Mana bu hisob o'zgarishiga sabab bo'ladigan Hojivadir to'p ichkarida Janov Usmonbekning zarbasi darvozabon bo'ldi. Qadrli do'stlar, eronlik referi kuchda chaldi. Bahs yakun